Agar ayolingizdan ko'nglingiz to'lmayotgan bo'lsa, ushbu 5 ta tavsiyaga amal qiling va ayolingiz tez orada siz o'ylagandan-da a'lo darajada o'zgaradi. Birinchisi, ayolga birinchi o'rinda e'tibor kerak. E'tibor nima? Qo'ng'iroq qilib turishingiz, hol so'rab qo'yishingiz, puli yo'qmi so'rab qo'yish, kerak paytda plastikiga aytmasdan pul tashab qo'yish, uning ehtiyojlari bilan qiziqish. Ikkinchisi, mehr. Ayol kishi sizni mehringizni his qilsa, hech qachon sizga yomon gap gapirmaydi. Baqiroq, asabiy ayollar bu mehr yetishmagan ayollar. Uchinchisi, vaqt ajrating. U bilan ozgina suhbatlashing, unga gapiring, unda kuni bilan nima bo'lgani haqida gapirib berishga imkon bering. Ayol kishi o'zida o'tayotgan jarayonni bo'lishga ehtiyoji bor va uni eshitgan erkak unga mana shu ehtiyojini qondirishiga yordam beradi. To'rtinchisi, ayolingizga kutilmagan sovg'alar qilib turing. Ayolingizga kutilmagan sovg'alar qilib turing. Sovg'ani ishoning, ayol kishiga qiymatini mutlaqo ahamiyati yo'q. Bu xoh bittagina gul bo'lsin, xoh qahva bo'lsin, qanaqadir kutilmagan sayr bo'lsin, kichkina qiziqarli sovg'alar qilib turing. Va beshinchisi, ayolingizni hammadan himoya qiling. Hammadan, atrofdagilarning fikridan, qarindoshlaringizdan va eng muhimi, o'zingizni yomon kayfiyatingizdan va g'azabingizdan. Ayol kishiga mana shu 5 ta narsani bera olsangiz, u sizga buni 10 barobar qilib qaytaradi. Ishoning.